Sen nima qilsam yo'qda? Yigitimni kutyapman. Voy Marra, sen men bilan oringni ochishing bilanoq boshqa birov bilan gaplashasanmi? Keting, hozir kelib qoladi. Hozir gaplashaman sen bilan. Hozir o'sha keladigan yigitingga o'rtamizda bo'lgan hamma narsani aytib beraman. Assalomu alaykum. Mahalla milliy taomlariga xush kelibsiz. Aka, nima ovqatlaringiz bor? Okajon, bizda milliy, Uyg'ur, Yevropa taomlari bor. Cho'nchagida bir tiyin pul yo'q, ertaga to'y qilaman deydiganlarga 6 ta manta bering. 6 ta manta, shuni xo'p. Sizga Ha, yo'q, pul uchun aka, sevganiga tupurib qo'yganlarga shundoq qozon kabob olib kelib bering. qozon kabob. Bor. Uylanaman deb aldab ketganlar uchun lag'moningiz bormi? Bor, qanaqasi? Suyuq, quyuq. Suyuqqa narsadan bering. Bo'l, suyuq lag'mon. Men senga telefon qilsam, mahalladaman dirding. Bundoq qarasam, sen Toshkent City'dagi mahalla restoranida uchrashib yurar ekansan-ya? Mana shu restoranning xo'jayini bilan uchrashuvga chiqqanman. Hozir kelib siz dabdalangizni chiqaradi. Men qara. Kalta yeyishdan oldin qaysi ovqatlaring yaxshi? Hammasidan olib kelgin. Endi yedirib keyin urmoqchisiz-da, tushunishim bo'yicha. Shuni. Ba-da-bum, bum, bum, boy, boy.